yuzi yanada tiniq bo'lib, hojatxonaga borish xohlaydiganlar, dieta yoki umuman kundalik ovqatlardan, qabziyatdan aziyat chekadiganlar, ichagini generalniy uborga qilmoqchi bo'lganlar, yaqinroq kelinglar. Bugungi video siz uchun. Sizga ertalab uyg'onishingiz bilan qabziyatni oldini bittada bosuvchi mahsulotlarni 4 xilini o'rgataman va ushbu mahsulotlar bilan qabziyatingizga mukammal yechim qilishingiz mumkin. Videoga like bosing. Qani ketdik. Avvalambor, ertalabdan ichiladigan barcha suvlar iliqdan issiqroq bo'lishi kerak va men sizga hozir 4 xil variant ko'rsataman. Ushbu variantlardan qaysinidir o'zingizga qo'llab ko'rsangiz qabziyatga yechim topasiz. Birinchi o'rinda qirg'ichdan chiqarilgan kartoshka. Kartoshkani qirg'ichdan chiqarib, suvni siqib olamiz va iliq suvimizga yarim piyola solib olamiz. Ushbu ichimlik qabziyatga eng oson va mukammal yechimlardan birinchi o'rinda turadi. Ko'p dietologlar buni yashiradi. Bugun men sizga tekinga beraman. Bu suvni ichganimizdan keyin yarim soat ovqat yemaymiz va yarim soatning ichida albatta hojatxonaga borasiz. Kartoshka barchaga mumkin. Qaynatilgan kartoshka emas, xom kartoshka bo'lishi shart. Ikkinchi variantimiz psilum. Psilum ichak faoliyatini yaxshilaydi. Ichakda yetishmayotgan to'lani to'ldirib beradi va shuni hisobiga biz hojatxonaga yaxshi boramiz. 1 stakan suvimizga 2 qoshiq psilum yetarli. Uni aralashtiramiz va 5 daqiqadan keyin och qoringa iste'mol qilamiz. Uchinchi variantimiz ko'pchilik biladi, lekin davomiy ishlatmaydigan quritilgan o'rik. Quritilgan o'rik qoqisini 1 stakan suvimizga 4 dona solib olamiz va tindirishga yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Ertalab och qoringa hech qanaqa shakar qo'shmasdan o'zini iste'mol qilasiz. 4-usul zig'ir urug'i. Avvalambor endi qabziyat bo'lganlar, hech qanaqa usulni sinamaganlar zig'ir urug'idan boshlasa bo'ladi. Zig'ir urug'ini 1 qoshig'ini iliq suvimizga solib, 15-20 daqiqadan keyin iste'mol qilsak bo'ladi. Agar siz necha yildan, necha oydan beri qabziyatdan qiynalayotgan bo'lsangiz, birinchi 3 ta usulimdan qaysinidir sinab ko'rishingiz kerak. Bugungi 4 ta usulimiz ham tanasida, yoshi va jinsidan qat'iy nazar barchaga bemalol mumkin. Ushbu video sizga manfaatli bo'ladi. Saqlab qo'yishni va ko'proq insonga yetib borishi uchun mehnatga yarasha like bosishni unutmang. Shunga o'xshagan foydali videolarni har kuni joylab boraman. Sahifamga obuna bo'ling.